Aka Q8 ban oldi. Zaynab streamda ham Q8 deyapsizlar. O'zi qanday ban olishi mumkin? Menga aytinglar. Realni ban olib ketdimi bu? Akkaunt qani? 34 levelli akkaunt. Voy, akkaunt taktika bilan yopib ketdimi hozir? Assalomu alaykum hammalarga. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan qanaqa video ekan desanglar, Telegramda ham, Instagramda ham, YouTube'da ham, даже streamda ham Q8 ban oldim deb so'radinglar. Plus uyimga ham keldinglar, men bilmayman nima uchun ban oldim. Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Cheat bilan ban oldimmi? Nima sababdan ban oldim? Masalaga hozir hammasini ochiq-oydin aytib berishga harakat qilaman. To'g'risi bu mavzu menga qiziq emas. Lekin realni aytaman, juda ham ko'p odamga qiziq ekan. Xo'p, demak, mana shu videoni ko'rib turib, prosta tekinga UC ishlasanglar bo'ladi. Buning uchun shu videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar, kommentariyaga 5 ta kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olib aniqlab, o'z UC'sini tashab beramiz. Tak, ko'rishinglar mumkin. Bundan oldingi videomiz g'olibi bu kishiga UC'larni tashab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsangiz, shartlarni to'liq bajaringlar. Unda ortiqcha gap so'z kerak emas. Videoni boshladik. Xo'p, men bitta narsani aytib o'tay. Hozir Q8 nima uchun banga kirdi, shuni ko'ramiz. Q9 degan odam ham chiqibdi. U ham donator ekan. U haqida ham mendan ko'p so'radinglar. O'shaning uchun hozir ikkitasini ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda Q8 nimaga banga kirdi o'zi? O'shani ko'rib chiqamiz. Tak, hozir poyz beramiz. Okey, mana poyz berdi, akkauntga kiramiz. Xo'p, akkauntga kirsak, akkaunt qani? 7 kolleksion. Voy, men ya'ni charchabman bor. Bug bo'lib qoldim. Hozir men tushunmay qoldim. To'xtaylik. Boshqatdan ko'ramiz. Nimagadir bug bo'lib qoldim endi. Yo'q, rostdan 34 levelli akkaunt chiqyapti. Shunda ishqilib akkaunt taktiki bilan banga kirib ketib qolmadimi? Men, короче, realni aytaman, ko'zim bilan ko'rmadim banga kirganini, faqat shu videolarda ko'rdim. Akkaunt banga kirib ketib qopti. 7 kunga shunaqa narsalar bordi, lekin hozir bu yerda akkaunt yo'q, taktiki bilan yo'q ketgan. Yo'q, kichkina yozilarmidi? Mana kichkinada ham poyz berdik, akkaunt bor. Bu ham donatorskiy, lekin qani Q8 akkaunti 79 kolleksionda. Tak 85 level. Nu akkaunt yo'q. Men tushunmadim. Realni tushunmadim. To'xtaylik. Bu yerda nimadir gap bor. Hozir adashmasam Druzanda bor edi. Yo bu akkauntimda, yo nargi akkauntimda. Hozir ID bilan qidiramiz. Davayt, ID bilan qidirsak yaxshi bo'ladi. Hozir men ozgina sabr qilib bitta perexod qilamiz. Nargi akkauntdan ID-sini olib chiqaman. Demak, ID-sini ham olib chiqdik. Bu odamni endi ID-si bilan topamiz. Chunki niki bilan topa olmadik. Mana ID-si. Mana ko'rishimiz mumkin. Q8 akkaunti. Tak, nimaga chiqmadi desanglar, men bu yerda ko'rinmaydigan harf qo'yib qo'ygan boshiga. Okey, akkauntga kirib ko'ramiz. Mana o'sha haqiqiy dunyodagi eng qimmat bo'lgan akkaunt. 99 kolleksion, 93 level. Endi nima uchun banga kirdi? Mana buni qaranglar. Voy. Men faqat videoda ko'rdim, lekin o'zim ko'zim bilan ko'rmagandim. Boshqacha lekin bor. Endi sizlarga sabablarni aytib beraman. Nimaga banga kirdi? Birinchi o'rinda ikkita anaqa bor menda. Nimaga kirgani ikkita sabab bor. Birinchi o'rinda sheriklari cheat bilan o'ynagan bo'lishi mumkin. Tak, sherigi cheat bilan o'ynagan, sherigiga 10 yilga ban berib bunga 1 haftaga ban berib yuborgan. PUBGda shunaqa narsa bor. Agarda siz sherigingiz cheater bo'lsa, sherigingizga 10 yilga sizga 7 kunga ban beradi. Hozir haligacha bor shu narsa. PUBG shubhali deb ban berishi mumkin. Misol uchun qaranglar. Zava olmoqchi bu, sherigi cheater. Sherigi odamlarga ko'rsatib yuribdi-da, bu otib yuribdi. Shunaqa deb o'ylaydi. O'shaning orqasidan ban berishi mumkin. Birinchi sababi shu. Endi ikkinchi sababi bu 70% men narsa deb o'ylayman. 70% shuni orqali bank kirib ketdi. 30% shu cheat orqali bank kirdi deb o'ylayman. Qaranglar. Mana qaranglar. Men o'ylagan narsa popularni berkitib qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar? Bu degani, men sizlarga yaxshilab tushuntirib beraman. Короче, hech e'tibor bergan bo'lsangiz, shunaqa videolar chiqib ketgan 1 levelli, 10 levelli akkauntlarda milliard UC'lar turadi. O'shalardan popularni bosib, shunaqa videolar chiqib ketgan ko'rgan bo'lsangiz, men juda ko'p ko'rganman. Endi men eshitishim bo'yicha, bular nima qiladi? Bular shunaqa oddiy akkauntga, короче, UC soladi, kattaroq UC'larni soladi. O'ziga-o'zi popularni tashiydi bular. Oxirida kutadi-yu, to'g'rimi? 0 minut qolganda bam urib tashiydi, bilsanglar, 10 million, 20 million, 30 million shunaqa urib tashiydi. Keyin o'zbeklar deb xafa bo'lib o'tiradi. Xo'p, bu 70% fakt. Endi men sizlarga aytaman.
Короче, shunaqa narsa bor ekan. Men ham to'g'ri endi eshitdim. O'sha oddiy akkauntlarga 100 ni tashar ekanda, populyarni bosar ekan, keyin publikga men bilmasdan bosib yordim deb yozsa, qaytib 100 ni qaytarib berishi ham mumkin ekan. Tushunyapsizlarmi? Populyarni tashlaydi, qaytib 100 ni olsa bo'lar ekan. O'shaning uchun ko'p ko'rganman, arablarda ko'rganman, o'zbeklarda men to'g'risi ko'rmaganman. Shunaqa qilishar ekan. Tak shuni orqasidan shubhali narsa qilyapti deb bunga ban berishi mumkin. Tushundinglar, masalan, tushuntirib berdim. Keyin hozir bitta narsani aytaman. Undan oldin do'stlar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Nimaga deganda, 100 mingta bo'lishimga, bitta maqsadga erishishimga ozgina qoldi, atigi 2 mingta qoldi. Shuna bitta podpiskani bosib qo'ying agar sizdan hech narsa ketmaydi. Albatta kommentariyaga bosdim deb yozib qoldiring. Xo'p, endi ko'rdik, nima uchun banga kirib ketdim, buni sababini ko'rdik. Birinchi sababi shu cheat bilan sheriklari o'ynagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi bu populyarni 70% shu populyarning orqasidan banga kirib ketib qoldi. Chunki hozir bilgan bo'lsanglar, hozir populyarni battle bo'lyapti. Juda ham katta kubukli. Birinchisida Knyaz YouTube esinglarda bo'lsa, kubuk olib keldi O'zbekistonga, keyin Ultra O'zbekistonga kubuk olib kelgan. Juda ham qiyin, top 10 talikda ham nimadirda turish kerak, kubukka olsa bo'ladi. O'sha men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, ushab ham ko'rganman Ultrani uyda. Shunaqa kubuk bo'lyapti. O'shaning uchun bular populyarni ayamasdan bosgan. Endi Q8 bilasizlar, dunyoda hozir birinchi o'rinda turibdi donatorlik bo'yicha. Populyarni ayamasdan bosganda, natijada publik shubhali deb ban beravergan. Lekin bunaqa akkauntlar 10 yilga banga kirmaydi. Nimagaki? Chunki bular publikga pul olib keladi. Mana sababini ko'rdik. Endi mendan so'ramanglar, iltimos sizlardan. Maksimalni bu videoni tarqatinglar, hamma ko'rsin. Ikkinchi narsa bu Q9 degan akkaunt bor ekan. Uni ham ko'rib chiqamiz. Mendan ko'p odam so'radi, kim bu deb. Men ham to'g'risi birinchi marta ko'rishim. To'g'risi men Telegramdan ham tashrif berishdi buni. Mana kirib ko'ramiz. Eng zo'r narsasi akkaunt. Mana buni qaranglar, 99 kolleksion 100 level ekan. Yaxshi. Qo'yil qolish kerak, shunaqa akkauntlar bor. Mana buni qaranglar. Bip. Pushti bip. Voy, ming bor uzr, men to'g'risi zaldan chiqib hozir video olyapman. Anchagina charchabman. Bu axir xato edi-ku. Voy, realni. Nima edi bu? Brigadka. Voy, onasini emzin, esimdan chiqib qoldi. Brigadka edi-yu, brigadka formasi pushti rang. Vashi noyob 0.00001% odamda uchraydigan brigadka. Agarda akkauntingizda bo'lsa, mana shu videoni kesib turib, Instagramga qo'ying, men sizga 60 tashlab beraman yoki 100 tashlab beraman, короче. O'zingizlar bilasizlar, lekin yo'q, 100 talik. Plus BP pastda bitta akkaunt qilsak, obzorni ko'raylik deb. Keyin gaplashib o'tamiz. Xo'p, akkauntda mana bu yaltir-yultir setlarni ko'rmaymiz. Конечно bor. Tepa setlardan 2x BP plus mana bitta brigadka, pushtirang va shi noyob. Pastki seti BP pasti va mana bu yerda oq BP bor akkauntda. Bu akkaunt ham normalli. Endi solishtiramiz debman. Q8 bilan Q9 bog'liqlari. Men o'ylashim bo'yicha bunaqadir do'st, yaqin do'stdir, balkim bitta joyda ishlarlar. Endi unisi bilmadim. Lekin qaranglar. Avatarga bir xil. Prosta mana bu 9, Q8 ga 8 bo'ldi. Lekin meni bitta narsa qiynayapti. Nimaga bular birga turmagan? Partnyorda men o'ylashim bo'yicha men birga turardim. Agar Q8, Q9 akkauntlar bo'lsa, birga turardim. Lekin menda bitta savol bor. Agar bu akkaunt bor, ikkita akkauntdan bitta odamniki bo'lsa, realni absolut nima shokka tushib qolaman. Men realni aytayapman. Bo'lishi ham mumkin. Ikkita akkaunt bitta odamniki bo'lishi ham mumkin. Так что bu akkauntni ham ko'rdik. Aytgancha, sizlarga bitta narsani aytib o'tay. Video davomida aytaman deb esimdan chiqib qoldi. Agarda haligacha qimmatga UC olib yurgan bo'lsangiz, bizda hozir pat O'zbekistondagi eng arzon UC servislardan biri. Tezlikka gapirish hojati yo'q. 24/7 ishlaymiz, xohlasanglar ertalab, xohlasanglar kech payt. Keyin ortiqcha gap so'z kerak emas. Shu videoni описаниесida men link qo'yib qo'yaman. Shunda bosasizlar kanalga o'tib, bemalol UC'larni olsanglar bo'ladi. Aytgancha, shuni obuna bosib, screenshot tashlab adminga tashlasanglar, sizlarga skidka qilib ham qilib berishadi. YouTubedan keldim deb yozib qoldirasizlar. Bo'ldi. Tak что yuzini begona qilmanglar. Bemalol o'zimizda olaverasizlar. Bu akkaunt ham obzorni ko'rdik. Tak bugun chiqsak ham bo'ladi. Degan profilga chiqamiz. Bitta perexod qilamiz.
Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nuqtasiga yetdi. Sizlarga men qisqagina javob berib o'tdim deb o'ylayman. Endi bu savollar bilan meni qiynamaysilar, o'zingizlar ham qiynalmaysizlar. Agarda mana shu videomiz 5000 ta like qilib bersanglar, men Q8 bilan Q9 ga obzorni qilib beraman. Qaysi birini akkauntda kuchliroq, qaysi biri qimmatroq, o'shalarni hammasini sizlarga olib chiqib beraman. Tak что o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha videomizga like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Davayt, biz ham 100 mingta bo'laylik. Bye bye.